Yaxşı, ikimizning muhabbet emas. Suyumli qarindoshlar, biz bugun Abdumrayillik Xalq uchun doktorxonasi alayı talab qilgan bir piyola choy suhbatimizni boshlaymiz. Bir piyoladan choy ichgach, birdan Esra olaylı efkam. Bo'ladi aka. Seninki Yipek yo'liga berilgan naqshangning ismi nima edi? İkimizden muhabbeti deb. Yo'q, ikkimizning muhabbet emas. Nima edi? Naqshning temisi ikimizden muhabbet. Yo'q, ikkimizning muhabbet emas. Boshqa ikkalning muhabbeti. Amsa bu ikkalning muhabbetini, kuy she'rini, ijodiyatini kim qilgan? Naqshniki kuy she'risi Aqso'liq bir o'qituvchi. Bu Sarem Tursun deydigan bir do'stimizniki teksti. Muzika, akordlashtirish ishlarini, xizmatini Asqar Muxtar qilgan. Bu ikki ijodkor qarindoshimiz chayimizga daxil bo'lamidi? Biz mushroq turib ikki ijodiyatchiga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat. İcra qilish jarayonida xeli peyzing bilan ijro qilib qo'yding. Bu ikimizden muhabbeti bo'lgandan keyin sen muhabbatga loyiq bo'lsin dedim aka. Shunda bo'ldi. Sen bu muhabbatlik inson bo'lganliging uchun nihoyat yaxshi o'rinlab berding. Dunyoda insonninki mehr muhabbatining chegarasi bo'lmaydi. Balkim bu shu naqshida shu tema aks ettirildi deb qarayman. Ikkalning muhabbatini hem muhabbetimizning insonlarning insonlarga bo'lgan muhabbetimizning mangulik bo'lishini tilayman. Hem Abdumrayillik Xalq uchun doktorxonasi Şinjandagi har millat xalqiga mehr muhabbat va sog'lomlik tilaydi. Rahmat. Rahmat uka. Kepto dedi Şburaqı yar könlini Papto dedi Gülgülige kepto dedi Şburaqı yar könlini Papto dedi Yakut gözge altın üzük Ecep keptun Aşık meşuk iken bəxti kepto dedi Yakut közge altın üzük ecep keptun Aşık meşuk iken bəxti kepto dedi Ferhat Şirin Tayir Zühre Leyli Mecnun Dastanı biz muhabbetke bulgan meptun Ferhat Şirin Tayir Zühre Leyli Mecnun Dastanı biz muhabbetke bulgan meptun Sen ki bahar men ki bahar Gülgün bahar Biz ikimiz bul baharga Bolgan meftun Sen ki bahar men ki bahar Gülgün bahar Biz ikimiz şu baharga Bolgan
Aylık kuş purakım kızıl gülge. Salam, hürmetli ustazlar. Emmalağa ben Kahar Niyaz'ın otluk salam. Emmalağa hayırlı olsun. Rahmat. Şunda isil bir nakşı bilen bizning Yipek Yolu sahnesinde payda bolganlygyndan intayin xursandmiz. Muş Taş Mehmet ustazga, muş Qahar bek kereklik desem unamaysiz. Yo, hozirgacha to'liq kerak bo'lib kelyapti menga. Bu Qaharbekka menmi qoyil Juma aka. Bu Qaharbekning tirishchanligiga, ansambli bilan shu yarimizdagi nurg'un to'y to'ykunlarning yuqori avjiga chiqishiga yomon kuch qo'shyapti. Sho'xkuy ansambli men. Çok köy ansambl aka. Bu yil daromadmi olaydi ekan. Naqshida bo'lsa, ammo to'xtab qolmay aytyapti Naqshin aka. Pul tapqan sirman bugünkidek isil nakşılık Iqtisodga bog'liq o'xshaydi. Mana naqshlarimi boshqacha o'zgaribdi. Taraqqiyot zo'r Qaharbekda. Rahmet aka. Davomliqmishda yaxshi naqshlarni aytib turinglar. Rahmet aka. Sakkinlikdan uzib qolmanglar. Rahmet aka. Yoki qaysi yo'lda masan shu yo'lning yo'lovchisi uchraydi degandek, ustozlarniki turtkisi bilan biz davomli tirishib, yana bir sahnaga davomli o'zimizni yaxshi ko'rib, sizlarga yoqtirilgan, sizlarga yoqtirib anlatgandek kuylarimizni tayyor qilib kelishga davomli tirishimiz ustozlar. Rahmat aka. Senki bahar, menki Qahar deb aytgan bo'lsa, Baştan deydigan narsa. Matrixni mendim yaxshi ezilibdi. Bek yaxshi ezildi Matrixni mi? muzikasimi yaxshi Ha, bo'ldi. muzikasini yaxshi ishlabdi. Shu Qaharbekki biz yeşil kartı bergene. Qaharbekning yeşil kartasi bor. Kartısı var. Şu İpek Yolu'na kaçan katnasa, her karar katnası mı yeşil kartısı var. Bu işletme qaysi yol ketib Yama o'tgan bu? 7-chi saqlagan. Shundami? 7-chi qarorga. Sen unda bo'lsa shu yeşil yo'l bilan ijodiyatlaringni, ijrolaringni, roman ep mengishingni chin dilimizda umid qilamiz. Rahmet aka. Rahmet. Rahmet sizlarga.